Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, har bir pensioner, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqaro, nogironlik nafaqasi olayotgan oila va ota-onasiga qarab turgan farzandlar bilishi shart bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Oxirgi kunlarda 18 avgustdan minimal pensiya 7374 so'm bo'ladi. Mislsiz saxiylik. Pensiya oshdi yoki kamaydi degan gaplar tarqalmoqda. Ko'pchilik qo'rqib qolgan. Endi oyiga atiga 7000 so'm olamizmi? Bu qanday qaror? Pensiyam kesiladimi degan savollar juda ko'p. Men bugun bu mavzuni oddiy tilda, raqamlar bilan, hayotiy misollar bilan ochib beraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki noto'g'ri tushunish natijasida odamlar hujjat topshirmay qolishi, o'z haqqini talab qilmasligi yoki aksincha firibgarlarning gapiga kirib qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, ish staji, kompensatsiya va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirib boraman. Avvalo eng asosiy narsani aniq aytib qo'yaman. Minimal pensiya 7274 so'm bo'ldi degan iborani to'g'ridan to'g'ri, oylik pensiya endi 7274 so'm bo'ladi deb tushunish xato. Chunki bugungi iqtisodiy sharoitda oyga 7000 so'm pensiya bo'lishi mantiqan ham, amaldagi pensiya tizimi bo'yicha ham to'g'ri kelmaydi. Bunday raqam odatda bir kunlik hisob-kitob, qayta hisoblashdagi farq, qo'shimcha to'lovning bir qismi, ushlab qolingan summa, indeksatsiya davriga tegishli kunlik ko'rsatkich yoki hujjatdagi texnik hisob satri sifati ushlashi mumkin. Shuning uchun odamlar orasida vahima paydo bo'ladi. Kimdir telefonda SMS ko'radi, kimdir bank ilovasida kichik summa tushganini ko'radi, yana kimdir mahalladagi gap so'zlardan eshitadi. Natijada bitta raqam butun pensiya tizimiga bog'lab yuboriladi. Men ekspert sifatida sizga shuni tushuntirmoqchiman. Pensiya masalasida har bir raqamning manbasi, davri, turi va hisoblash asosi bor. 7374 so'm degan raqamni ko'rgan zahoti xulosa chiqarish mumkin emas. Uni qaysi hujjatda ko'rdingiz, qaysi sanaga tegishli? Bu asosiy pensiyami yoki qo'shimcha to'lovmi, bir kunlikmi yoki oylikmi, shularni ajratish kerak. Oldin qanday edi? Odatda pensiya miqdori, ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, pensiya turi va qonundagi eng kam miqdorlar asosida hisoblanardi. Fuqaro pensiya yoshiga yetganda pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Uning mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotlari, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, oliy ta'lim yoki boshqa hisobga olinadigan davrlari tekshiriladi. Shundan keyin pensiya tayinlanadi. Keyinchalik davlat tomonidan pensiyalar indeksatsiya qilinsa, ya'ni oshirilsa, fuqaroga yangi miqdorda to'lov beriladi. Ba'zida esa qayta hisoblash bo'ladi. Masalan, avval bir hujjat yetishmagan, keyin arxivdan topilgan, yoki avval staj to'liq kiritilmagan, keyin qo'shilgan, yoki pensiya oshirish sanasi oy o'rtasiga to'g'ri kelgan. Mana shunday holatlarda kichik farqlar paydo bo'ladi. Endi nima o'zgardi? Aslida o'zgarish ko'pincha raqamning o'zida emas, uni odamlarga tushuntirishda bo'ladi. 19 avgust sanasi bilan bog'liq gaplar tarqalganda ko'pchilik buni yangi minimal pensiya miqdori deb qabul qilmoqda. Lekin amaliyotda bunday sana bilan bog'liq ko'rsatkichlar, ayrim to'lovlarning qayta hisoblanishi, dasturiy tizimdagi yangilanish, o'tgan davr uchun qo'shimcha hisob-kitob yoki ayrim toifadagi fuqarolarga tegishli alohida to'lov bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizga maslahat beraman. Hech qachon bitta raqamga qarab hamma uchun shunday bo'libdi deb o'ylamang. Birinchi, navbatli pensiya bilan nafaqani farqlash kerak. Pensiya odatda ish staji va mehnat faoliyati asosida tayinlanadi. Nafaqa esa ayrim hollarda ish staji yetarli bo'lmagan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan, boquvchisini yo'qotgan yoki boshqa qonuniy asosga ega shaxslarga beriladi. Ko'p odamlar pensiya deb hammasini bitta nom bilan ataydi. Lekin hisob-kitobda farq katta. Masalan, birinchi misolni olaylik. 64 yoshli Akmal aka 32 yil ishlagan, mehnat daftarchasida zavod, qurilish tashkiloti va keyingi yillarda xususiy korxonadagi ish joylari bor. Unga pensiya tayinlanganda uning staji, o'rtacha ish haqi va qonunda belgilangan tartib bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Agar Akmal aka bank ilovasida 7374 so'm degan alohida tushumni ko'rsa, bu uning oylik pensiyasi degani emas. Bu, masalan, avvalgi oyda ilk kunlik farq uchun qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Agar pensiya oshirilgan sana oyning 20 kuniga to'g'ri kelgan bo'lsa, qolgan kunlar uchun alohida hisob paydo bo'ladi. Dastur ba'zan uni alohida satr qilib ko'rsatadi. Ikkinchi misol, erimdagi yoshli Dilbar opa pensiya yoshiga yetib hujjat topshirdi. Uning 23 yil staji bor.
Lekin 5 yil ishlagan eski tikuv fabrikasi yopilib ketgan. Arxivdan ma'lumot topilmagani uchun dastlab pensiyasi kamroq hisoblandi. Keyin 3 oy o'tib arxiv ma'lumoti topildi va staj qo'shildi. Shu paytda pensiya jamg'armasi o'tgan 3 oy uchun farqni qayta hisoblab beradi. Bu farq ba'zida katta bo'ladi, ba'zida juda kichik bo'ladi. Agar bitta davr uchun 7374 so'm chiqsa, bu minimal pensiya shuncha degani emas. Balki aynan Dilbar opaning ishida aynan ma'lum kunlar uchun chiqqan farq bo'lishi mumkin. 3-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oila bor. Otasi vafot etgan. Onasi 2 farzandga bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki pensiyasi oladi. Bu to'lovning hisoblanishi ota-onaning ish staji, farzandlar soni, ularning yoshi, o'qishi va boshqa mezonlarga bog'liq. Agar farzandlardan biri 15 yoshga to'lsa yoki kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlovchi ma'lumot vaqtida topshirilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Keyin hujjat topshirilganda o'tgan davr uchun farq to'lanadi. Ana shunday farqlar ichida 7374 so'm kabi kichik raqam paydo bo'lishi mumkin. 4-misol. Nogironligi bo'lgan fuqaro tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan qayta ko'rikdan o'tadi. Agar nogironlik guruh tasdiqlanishida uzilish bo'lsa, masalan hujjat 10 kun kechiksa, tizim to'lovni qayta hisoblaydi. Keyin tasdiq kelgach o'sha 10 kun uchun alohida summa chiqariladi. Fuqaro esa SMSda kichik tushumni ko'rib, endi nafaqam kamayib ketibdi deb xavotir oladi. Aslida bu asosiy oylik to'lov emas, balki alohida davr bo'yicha hisoblangan qoldiq bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Agar sizning pensiyangiz odatdagidan ancha kam tushgan bo'lsa, masalan, har oy 800 ming so'm atrofida olgan bo'lsangiz, bu oy faqat 7374 so'm yoki 20 ming so'm tushgan bo'lsa, albatta aniqlashtirish kerak. Chunki bu yerda bank kartasi bilan bog'liq muammo, hujjat muddati tugashi, qayta ko'rikdan o'tmaslik, yashash manzili o'zgargani haqida ma'lumot kiritilmagani, ishonchnoma muddati tugagani yoki tizimdagi texnik xatolik bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz odatdagi pensiyangizni to'liq olgan bo'lsangiz va qo'shimcha ravishda 7374 so'm yoki shunga yaqin summa tushgan bo'lsa, bu ko'pincha qo'shimcha qayta hisob-kitobdir. Lekin baribir men har doim hujjatni tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki pensiya masalasida mayli shunaqa ekan deb qo'yish ham to'g'ri emas. Odam o'z pulining kelib chiqishini bilishi kerak. Eng katta xatar shuki, odamlar ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa gaplarga ishonib qoladi. Kimdir 15 avgustdan hammaga 7374 so'm pensiya berilar ekan deydi. Kimdir minimal pensiya oshibdi deydi. Kimdir davlat faqat shuncha berar ekan deb vahima qiladi. Bunday gaplarni eshitganingizda birinchi savol bering. Bu qaysi qarorda yozilgan? Qaysi tashkilot e'lon qilgan? Bu oylik miqdormi yoki kunlik hisobmi? Hamma uchun yoki faqat bitta toifa uchunmi? Ikkinchi nozik masala. Minimal pensiya va minimal iste'mol xarajatlari kabi tushunchalar aralashib ketadi. Ba'zi odamlar eng kam pensiya, yoshga doir eng kam pensiya, zarur ish staji bo'lmaganda beriladigan nafaqa, nogironlik nafaqasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik to'lovi kabi tushunchalarni bir xil deb o'ylaydi. Aslida ularning har biri alohida tartibda belgilanadi. Bir toifadagi o'zgarish boshqasiga avtomatik ta'sir qilmasligi mumkin. 3-nozik joy. Oy o'rtasida kuchga kirgan o'zgarishlar. Agar biror to'lov in sanadan emas, masalan 10 avgustdan boshlab o'zgarsa, fuqaro bir oy uchun 2 xil hisobni ko'rishi mumkin. 10 avgustdan 17 avgustgacha eski tartib. 10 avgustdan 31 avgustgacha yangi tartib. Mana shunda kunlik farq degan narsa paydo bo'ladi. Agar farq juda kichik bo'lsa, umumiy natija ham kichik chiqadi. Shuning uchun 7374 so'm degan raqam oy o'rtasidagi farq bo'lish ehtimoli yuqori. 4-masala, bank kartasiga tushgan pul har doim ham to'liq izoh bilan kelmaydi. SMSda faqat summa ko'rinadi. Odam esa nima uchun tushganini bilmaydi. Masalan, SMSda 7374 so'm tushdi deyiladi. Lekin bu pul pensiya jamg'armasidanmi, ijtimoiy nafaqadanmi, kommunal kompensatsiyadanmi, bankdagi qoldiq foizdanmi, qaytarilgan komissiyadanmi? Buni aniqlash kerak. Shuning uchun men doim aytaman, faqat SMSga qarab xulosa chiqarmang. 5-xatar firibgarlar. Pensiya mavzusidagi shov-shuvlardan firibgarlar juda tez foydalanadi. Ular telefon qilib, pensiyangizni oshirib beramiz. 7374 so'm bo'lib qolmasligi uchun ma'lumotlaringizni yuboring. Kartangiz raqamini ayting, SMS kodni ayting deyishi mumkin. Hech qachon SMS kod bermang. Karta ma'lumotlarini notanish odamga aytmang. Pasport nusxasini Telegram orqali yuborishda ehtiyot bo'ling.
Davlat organlari sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. 6 nozik masala, pensiya huquqi bor, lekin hujjati to'lib bo'lmagan odamlar. Masalan, odam 25 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida ikki joyda murxira, bir joyda sana noto'g'ri bir tashkilot yopilib ketgan. Shunday holatda pensiya kamroq chiqishi mumkin. Keyin fuqaro davlat menga kam berdi deydi. Aslida muammo hujjat tasdiqlanmaganida bo'lishi mumkin. Bu yerda fuqaro o'z huquqini talab qilib, arxiv sobiq ish joyi, sud yoki boshqa yo'l bilan stajni tasdiqlatish kerak bo'ladi. 7-masala ishlayotgan pensionerlar. Ayrim hollarda pensioner ishlashda davom etadi. Uning daromadi ish beruvchi tomonidan to'lanayotgan ijtimoiy to'lovlar qayta hisoblash huquqi masalalari alohida ko'rib chiqiladi. Agar ishlayotgan pensionerga kichik summa tushsa, bu ham qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Masalan, 1 yil davomida ishlagandan keyin qo'shimcha staj yoki badal asosida pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu avtomatik tarzda hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, bank ilovasini yoki SMS tarixini tekshiring. Qaysi sanada qancha pul tushganini yozib oling. Faqat kam tushdi demang, aniq raqam ayting. Masalan, 20 avgust kuni 220 ming so'm tushdi. 20 avgust kuni qo'shimcha 7374 so'm tushdi. Yoki har oy 707 ming so'm olardim. Bu oy faqat 7377 so'm tushdi. Mana shu ikki holat mutlaqo boshqa masala. Ikkinchi qadam, pul tushumining manbasini aniqlang. Bank ilovasida to'lov izohi bo'lsa o'qing. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankka murojaat qilib, to'lov yuboruvchisi kimligini so'rang. Ba'zida odam pensiya deb o'ylagan pul aslida boshqa tashkilotdan kelgan bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, shuni bank karta ma'lumotlarini, mehnat daftarchasi nusxalarini va avvalgi to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni olib boring. Agar sizning o'rningizga farzandingiz yoki qarindoshingiz boradigan bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar pensiyangiz kamaygan bo'lsa yoki tushunarsiz bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori va oxirgi oyda amalga oshirilgan to'lovlar bo'yicha batafsil yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. 15 avgust sanatida yoki undan keyin tushgan 7374 so'm miqdoridagi to'lovning asosini, qaysi davr uchun hisoblanganini va bu asosiy pensiya miqdoriga ta'sir qiladimi yo'qligini ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 5-qadam, stajingizni tekshiring. Ko'p pensionerlar o'z pensiyasi nega kamligini bilmaydi. Aslida 3 yil, 5 yil, ba'zida 10 yil staj hisobga kirmagan bo'ladi. Mehnat daftarchangizdagi barcha ish joylarini ko'rib chiqing. Tashkilot nomlari, ishga kirgan va chiqqan sanalar, muhrlar, buyruq raqamlari to'g'rimi tekshiring. Agar biror joyda xatolik bo'lsa, arxivga so'rov yuboring. 6-qadam, ish haqi ma'lumotlarini aniqlang. Pensiya faqat stajga emas, ayrim hollarda ish haqi ko'rsatkichlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz yuqori oylik olgan yillaringizni tasdiqlay olsangiz, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Sobiq ish joyingizdan ma'lumotnoma, arxivdan ish haqi qaydnomalari, buyruqlar kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olsangiz, hujjat muddatlarini alohida nazorat qiling. Tibbiy ko'rik muddati, farzandning o'qishi haqidagi ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki vafot etganlik guvohnomalari, vasiylik hujjatlari vaqtida yangilanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin odam nega kam tushdi deb hayron bo'ladi. Sabab esa oddiy, tizimda tasdiqlovchi hujjat yo'q. 8-qadam. Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Tuman bo'limi javobidan rozi bo'lmasangiz, viloyat boshqarmasiga, tegishli vazirlik yoki idoraga, davlat xizmatlari markaziga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishingiz mumkin. Arizaga avvalgi javob nusxasini, bank tushumlari ma'lumotini, pensiya hujjatlaringizni ilova qiling. 9-qadam. Hech narsani og'zaki kelishuvda qoldirmang. Keyin kelarsiz, o'zi bo'ladi. Tizim shunaqa degan gaplar yetarli emas. Siz fuqaro sifatida pensiyangiz qanday hisoblanganini bilishga haqlisiz. Har bir kamayish, har bir ushlab qolish, har bir qayta hisob-kitobning huquqiy asosi bo'lishi kerak. 10-qadam. Oilangizdagi keksalarga yordam bering.
Ko'p otaxon onaxonlar bank ilovasidan foydalana olmaydi, SMS'ni tushunmaydi, hujjatlarni tekshira olmaydi. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Chunki bitta noto'g'ri tushunilgan raqam odamning asabini buzadi, sog'ligiga ta'sir qiladi. U o'zini aldangandek his qiladi. Aslida esa masala oddiy qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Demak, azizlar, 18 avgustdan minimal pensiya 7374 so'm degan gapni eshitganingizda vahimaga tushmang. Bu raqamni albatta tekshiring. U oylik pensiyami, kunlik farqmi, qo'shimcha to'lovmi, qayta hisob kitobmi yoki bankdagi boshqa tushummi? Agar odatdagi pensiyangiz to'liq tushgan bo'lsa va qo'shimcha kichik summa kelgan bo'lsa, ko'pincha bu alohida hisob kitob bo'ladi. Agar esa asosiy pensiyangiz o'rniga juda kam pul tushgan bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Men yana bir bor ta'kidlayman. Pensiya masalasida eng kuchli qurol bu hujjat, aniq raqam va yozma javob. Gap so'zga, Telegramdagi noma'lum xabarlarga, telefon qilgan begonalarga ishonmang. O'z huquqingizni biling, stajingizni tekshiring, arxiv hujjatlaringizni yig'ing, to'lovlaringizni nazorat qiling. Agar sizga ham 7374 so'm yoki shunga o'xshash tushunarsiz summa tushgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi sanada tushdi? Odatda qancha pensiya olasiz? Bu qo'shimchami yoki asosiy to'lov o'rnigami? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensiya yoshidagi yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun ko'pchilikning asabini, vaqtini va eng muhimi haq huquqini himoya qilishi mumkin.